Saharlik vaqtida iste'mol qilishga ayni muddao bo'lgan qorinni to'xtatadigan ikki xil kokteyllar retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bittasini hattoki dietada bo'lgan insonlar ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Ikkinchisi esa shirinlik xo'rlarga yoqishi aniq. Idishga banan, sut, ovsyanka va xurmoni solib, blender yordamida bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiringlar, qancha ko'pigi ko'p bo'lsa, shuncha mazali chiqadi. Endi esa yoqtirgan idishimizga solib, ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Navbat esa o'sha shirinlik xo'rlar yoqtiradigan kokteylga. Idishga yana banan va sut solamiz. Endi ovsyankani o'rniga morojniy bilan qirg'ichdan o'tkazilgan shokolad solamiz. Keyin esa xurmoni qo'shib, yana blender yordamida bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Yana o'zimiz yoqtirgan idishga solib, ta'bga ko'ra bezatamiz. Men beze sifatida shunchaki qirg'ichdan o'tkazilgan shokoladdan foydalandim. Qarabsizlarki, 10 minut ichida ikki xil lekin juda ham mazali va foydali kokteyllar tayyor. Ishoninglar, rostdan mazali chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha! Saharlik vaqtida iste'mol qilishga ayni muddao bo'lgan qorinni to'xtatadigan ikki xil kokteyllar retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bittasini hattoki dietada bo'lgan insonlar ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Ikkinchisi esa shirinlik xo'rlarga yoqishi aniq. Idishga banan, sut, ovsyanka va xurmoni solib, blender yordamida bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiringlar, qancha ko'pigi ko'p bo'lsa, shuncha mazali chiqadi. Endi esa yoqtirgan idishimizga solib, ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Navbat esa o'sha shirinlik xo'rlar yoqtiradigan kokteylga. Idishga yana banan va sut solamiz. Endi ovsyankani o'rniga morojniy bilan qirg'ichdan o'tkazilgan shokolad solamiz. Keyin esa xurmoni qo'shib, yana blender yordamida bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Yana o'zimiz yoqtirgan idishga solib, ta'bga ko'ra bezatamiz. Men beze sifatida shunchaki qirg'ichdan o'tkazilgan shokoladdan foydalandim. Qarabsizlarki, 10 minut ichida ikki xil lekin juda ham mazali va foydali kokteyllar tayyor. Ishoninglar, rostdan mazali chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!